Obunachilarimiz uchun 3 fazali mini untegirmon so'ragan akalarimizga 3 fazali mini untegirmonlarimizdan do'konimizga olib kelib berganmiz. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi, ma'lumoti bilan sizlar uchun yoritib beramiz. Hoziroq shu videomizga batadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, do'konimizda 29-aprelgacha ko'rib turgan mini untegirmonlarni kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarini akalar, xo'p, 200 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Video davomida shular obzorini qilib beramiz. Birinchi o'rinda tegirmonimizning motor qismidan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, ko'rib turgan tegirmonlaring 5,5 kilovatli 3 fazali motorlar bilan jihozlangan ko'rishingiz mumkin. Оборотлari 1400 obrotda ishlab beradi. Xo'p, 100% musatmotika motorlar bilan jihozlangan 3 tali reme orqali ishlaydi. Soatiga 400 kilodan 500 kilogacha bemalol bug'doylarni, makkalarni, guruchlarni un holatiga olib kelib maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Mahsulotni tepa bonkeriga solasizlar, xohlasanglar bu bonkerini kattaroq bonker qo'yib turib ham foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, mana shu reduktor ichki qismida o'zini tishlari, mexanizmlari bor. Tashqaridan tushgan mahsulotni mana shu holatda maydalab, uni elak orqali elab chiqazib beradi, ko'rishingiz mumkin. Setkalari bor. Shotkali ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari ham, mahariviylari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan holatda bo'ladi akalar. Oldingi videolarimizda buni mini variantlarini ham chiqargan edik. Hozir bu katta, shu gabaritli 3 fazali katta varianti. Masalan, tegirmon sex bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalanib qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Ramalari ham qalin qilib ishlangan. Qayta mahsulot degan akalarimizga 100% Xitoy mahsuloti bo'ladi. Akalar O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan 100% Xitoy mahsuloti. Aytganimdek, soatiga 400 kilogramdan 500 kilogramgacha maydalab chiqazib bera oladi. 3 fazali to'kka ishlaydi. Ko'rib turgan tegirmonlarning narxi $1100. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavkalari bor. To'liqroq ma'lumotlarni pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib oladigan bo'lsangiz ham beramiz. Kepagini alohida, uni alohida qilib chiqazib beradi. Ko'rib turgan tegirmonlarning shunaqangi 3 fazali tegirmon apparat qidirgan tanishlarga jo'natib bersangiz, topish anchagan oson bo'ladi. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin akalar.